Maxluq Jeffrey Dahmer. Bir qarashda u oddiy insonga o'xshaydi, lekin uning qilgan jinoyatlarini bilganingizdan keyin u o'zi odammi deb o'ylab qolasiz. Inglizchasiga uni monster, ya'ni maxluq deb atashgan. Bunga yetarlicha asos bor. Bu haqida hozir aytib beraman. Jeffrey Dahmer 1960-yil 21-mayda Wisconsin shtatining Milwaukee shahrida tug'ilgan. Uning bolaligi g'alati kechgan. Bolalikdan hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik, yolg'izlik va ruhiy beqarorlik belgilari ko'zga tashlangan. Ota-onasi Lionel va Joyce Dahmerlar oilaviy muammolar bilan kurashgan. Bu esa Dahmerning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Otasi oilani tashlab ketgan, onasi esa ruhiy muammolarga uchragan. Dahmerning jinoyatlari 1978-yilda boshlangan va 1991-yilgacha davom etgan. U asosan yosh, qora tanli erkaklarni nishonga olgan. Ularni spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar bilan mast qilib o'ldirgan. Uning jinoyatlari orasida nekrofiliya, kannibalizm va jasad qismlarini saqlab qo'yish kabi dahshatli harakatlar mavjud edi. Shu o'rinda tushuntirib o'taman. Nekrofiliya, kannibalizm bu terminlarni siz bilmasligingiz mumkin. Nekrofiliya bu jasadlar, ya'ni o'liklarga nisbatan simpatiya, yoqtirish, ular bilan jinsiy aloqa qilishni xohlash kabi simptomlarni anglatadi. Ya'ni bu ruhiy buzilishlarga tegishli. Kannibalizm esa o'z turi vakillari go'shtini iste'mol qilish. Bu holatda esa odamxo'rlik. Aynan Dahmer o'zini qurbonlarini go'shtini yegan, odamxo'rlik qilgan. Mana shu sababdan ham u maxluq deb atalgan. Chunki bunday ishni odam qilishiga hech kim ishonmaydi. U o'z qurbonlarini ko'pincha gey barlar, savdo markazlari va avtobus bekatlarida topgan. Ularni pul yoki jinsiy aloqani va'da qilib uyga olib kelgan va u yerda jinoyatlarni sodir etgan. Adashmadingiz, gey barlar. Unda jinsiy jihatdan ham muammolar bo'lgani sababli aynan o'z jinsi vakillarini nishonga olgan. Ularni o'ldirib, ular bilan jinsiy aloqa qilgan, keyin ularni go'shtini yegan va ba'zilarini tana qismlarini muzlatkich va bochkalarda saqlagan. U tana a'zolarini, ya'ni qurbonlarini tana a'zolarini saqlagan. Bir qismini, ba'zilarini butunligicha o'zini o'sha xonasida saqlagan. Bunga sabab nima? Bu albatta ruhiy jihatdan yoshlikda olingan ta'sir, salbiy ta'sirlar. Otasi ularni tashlab ketgan. U ong osti darajasida o'ziga yaqin insonlarni to'xtatib qolish, o'zida olib qolish, ular bilan jasadlarni olib qolib, ruhiy emotsional aloqani saqlab qolishga uringan. Albatta buni psixopatik jinoyatchi sifatida amalga oshirgan. 1991-yil 22-iyulda Tracy Edwards ismli erkak Dahmerning uyidan qochib chiqib, politsiyaga murojaat qilgan. Politsiya Dahmerning kvartirasida odam suyaklari, bosh suyaklari va boshqa dahshatli dalillarni topgan. Dahmer 17 ta qotillikni tan olib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Jeffrey Dahmer 1994-yil 28-noyabrda Wisconsin shtatidagi Columbia tuzatish muassasasida mahbus Christopher Scarver tomonidan kaltaklanib o'ldirilgan. U o'lim vaqtida 34 yoshda edi. Jeffrey Dahmer dahshatli jinoyatlar qilib, maxluq nomini olgan jinoyatchi edi, lekin u madaniy ta'sirga ham ega bo'ldi. Ya'ni uning hayoti voqealardan ta'sirlanib kitoblar yozishdi, hujjatli film ishlashdi, badiiy kriminal tarzdagi seriallar ham olindi. Ulardan mashhurlardan biri bu
Monster Jeffrey Dahmer deb nomlangan serial. Do'stlar, bu kabi kriminal voqea, jinoyat va hikoyalar sizga qiziq bo'lsa, yozib qoldiring. Kommentariya, like, xullas, obuna bo'ling, kanalni qo'llab-quvvatlang. Yangi kontentlar hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat.